kulib turib har qanday vaziyatda kulib turib muomala qilish, haligi insonga chiroyli muomala qilsa o'sha inson ko'ngli ko'tarilib ketadi. Bizda qani o'sha muomala? Yo'q, bu yerda bitta Qo'rsdan qo'rs. Men kechagina bitta gapingizni uzr, kechagina налоговga kirdim. Endi men o'zim hisob kitobim bo'yicha налоговdan qarzim yo'q. Ozgina qarz sanib qog'oz kelibdi, chiqdim. Haligi bizlarni anaqa yo'q ekan, otishga ketgan ekan. Qancha ekan qarzi? 78 ming. Bo'l bo'ling yozib bera qoldim. Olib kassaga borsam 2% olib qoldi. Mana shunaqa olib qoladi. Aytdim, baraka topdi. Prezident kelsa qarshimisizlar dedi. Hammasi turgan. Sizlar dedim, prezidentga qarshimisizlar dedim. Prezident dedim, mana dedim, pensiyasini tushirayotgan 1% qo'shimcha to'layolman qo'shib. Sabab 1%dan ortiq olinmasin chiqadilar degan gaplari bor. Qog'ozda bor faqat. Lekin hayot anaqa qonun ishlamaydi. Kim qaysi dedim, ahmoq dedim, maraz dedim, qonni to'ymagan it dedim, 2% deb qo'ygan. Doda biza bilamiz, bizga tepadan bor. Qani menga buyrug'ing dedim. Men veteraman, sen universitetdan chiqardim. Men veteraman, haq huquqim bor. Tekshirishga dedim. Qani kim qonun? Qaysi qonun bilan sen buni yo'ratsan? Biza bilamiz tepadan qilishdi. O'sha tepani kimligini bilish kerak-da. Налоговga ham kiraman, yaxshi aytdingiz shuni. Вот налоговая Келес, Toshkent tumani. Если to'lov qilishingiz kerak bo'lsa 2% tashlab ketishingiz kerak. Nima uchun dedingiz bu yerga? Nimaga? Xususiy kassa. Xususiy kassa degani nima degani? Davlat bank kassasi. Kim ochgan buni bu yerga? Mana Вот такой ответ у нас. Bilmayman.